Assalomu alaykum Shovot kanal obunachilari. Bugun biz Shovot parkindamiz. Bundan buyon gullar qizishni boshlaydi. Bu degani parklarda sezon boshlandi. Bilasizlar, parkimizda o'zgarishlar bor. Hozir yana bir marta shu o'zgarishlar haqida sizlarga videoda tushuntirib o'tamiz. Hozir banda attraksionlar bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Mashinalar ham turadi, yetib kelarishingizda. Bunda yana detskilar uchun cholong narsalar yana bemalol ishlab turibdi, ikkab o'ynatib ketishlaringiz mumkin. Bunda yana bu ham detskilar uchun. Sepochkada yana oldi shunday. Adashmasam. Bu yerda poyezdlar ham bor yana. Bu ham shay holatda tayyor. Bu yerda yana ko'pchilik kutgan yosh bolalar uchun avtodrom mavjud. Bunda kattalar uchun yana karavel ham qo'yilgan. Buni shab uchishini o'zlaringiz bilasizlar, uchib ko'rganlar. Bunda yana bir detskiy plashatkasi bor ekan. Bahosi 5000 so'mdan. Kichkinalarni bemalol yuborib bersangizlar bo'ladi. Bu tulkini bilmagan odam bo'lmasa kerak, chunki hammani yoshligimdan esdalik. Bo'yab turaman uni sariga. Avvalgi rangi oranjiy rangda edi. Bunda yosh bolalarimiz uchun batut deymi? Shunday narsa ham bor. Bera yosh bolalarni yuborib bemalol o'zlaringiz dam olib o'tirib ketaverasizlar. Karuselimiz hozirgi vaqtda ishlamaydi debdi. No'g'ada sizlar remont etibdilar o'xshaydi. Remontdan qachon chiqishi haqida lekin bizda ma'lumot yo'q. Bu yerda ham har xil attraksionlar bor, ko'rishlaringiz mumkin. Bu videoni Shovotni parkini saqlagan yaqinlarimizga yuborib qo'yinglar. Bizlarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin.